Yangi Labo mashinasini olgandan keyin nimalar qilish kerak? Birinchi o'rinda tunuka qoplattirish kerak. Undan tashqari metan qo'yasizmi, propan qo'yasizmi, shunaqangi duga qo'ydirib oling. Ya'ni bezopasna bo'ladi, ancha xavfsizlik bo'ladi. Buning ustiga ustakalarimiz mana bunaqa narsalar qo'yib berishyapti. Undan tashqari zavodskiy sondiqchalar bo'lmaydi. Ustakalarimiz birga bir qilib, zavoddan chiqayotgandek qilib, shunaqangi sondiqchalar qo'yib berishyapti. Qaranglar, akkumulyator to'sib turadi birinchi o'rinda. Undan tashqari menga arqamlaringda yoki boshqa aptechka mayda shunday narsalarni solib bersalaringiz bo'laveradi. Eng asosiysi, labolar bilsalaringiz tomi bukilib ketadi, shunaqangi bagaj ham qo'yib berishyapti. Hozir necha pulga bitganini to'liqroq ma'lumotni ustakamizdan olib beramiz. Aka, necha pulga bitdi mana shu tunikani o'zi? Va necha yillikda bo'ldi? Tunikamiz 2 million so'm bo'ldi. 1-2 lira bo'ldi. Shumka punkalar bilan. Qo'lni taylarigacha shumka qilingan, yonlari 1-2 liradan bo'ldi. Hamma tomoni tayi ham, borti ham 2 million so'm. Buni o'zi 2 million so'm. O'zi 2 million so'm. Eng asosiy choksiz bo'libdi. Keyin ko'pchilik samaringiz ishlatadi deyapti. Sizlar samaringiz ishlatasizlar, nima ishlatasizlar? Samaringiz ham bruza bo'ladi, zanglamaydi. Bitta e'tibor bermang, orasini 15 sm ham chiqmaydi. Yaqin qilib uriladi. Zakilobka bo'lar ekan-a, demak. Chiroyli turadi, ham sifati ham chiroyli turar ekan-a? Mustahkam bo'ladi. Mustahkam bo'ladi. Zanglamaydi. Tunikasini o'zi necha pulga bitdi dedingiz? Tunikani o'zi 2 million so'm bo'ldi. Sondiqcha, bagaj, ugalari bilan o'xshi 3 million so'mga bitdi. Mana shu narsani hozir tayyor bitishi 3 million so'mga bo'ldi. Endi tunikalarimizni 1 million 300 ming so'mdan 2 million 800 minggacha bor. 6 xil assortimentimiz bor. 6 xil assortiment bor. Sondiqcha ham lekin birga bir chiqdi, rangi bilan bir xil o'xshabdi. Sondiqchamizni o'zi 350 ming so'm ustanovkasi bilan. 350 ming so'm. Dugamiz Dugani. tomondan bitta ko'rsating, chiroyliroq ko'rinadi. Qalin profildan bo'ladi. Dugamiz o'zi 300 ming so'm. Dugani o'zi 300 ming so'm. Qatga qatiriladigan ekanlar uchun bir qator ko'rsatib beramiz. O'zi shunaqangi maxsus relis deydi, nima deydi? Buna joyi qatiriladi, ya'ni iloyim avariya bo'lmasa, orqadan mashina kelib solganda ham ancha ushlab turadi. Bu yerda ham propan balon turibdi. Ko'pchilik mana bunaqa joyga metanni propanni o'rnatib olyapti. O'ta xavfli. Mashina tezroq bo'lsa portlab ketib qolishi nimasi bor. O'shuning uchun shunaqangi duga qo'ydirib olsangiz ancha saqlaydi. Yoki o'zingiz zatniyda yurganingizda bironta joyga tegib ketsa ham mana shu duga saqlab qoladi. Aka, bu bagaj necha pul bitdi? 300 ming so'mga qo'yib beramiz bagajni. Bagajni o'zi 300 ming so'm. Mana shu variantda mana shu bitchi komplekt 3 million so'mga full bo'lib bitdi. Qalin lista. Ya'ni yangi Labo olingandan keyin 3 million so'mga sondiqchasi, shunaqangi bagaji, dugasi va tunikasi asosiysi qalinidan qilib berarlar ekansizlar, a? Qilib beramiz. Akam, ustakamiz nomerlarni qoldiryapman, bemalol aloqaga chiqinglar. 12 ta viloyat xizmat bormi? Xizmat bor ekan. Hozir biz Farg'ona viloyat Toshloq tumanida turibmiz. Yangi Labo olayotgan do'stlaringizga video jo'natib qo'yinglar. Yangi Labo olgandan keyin shu ishlar qildirib olmasangiz bo'lmaydi. Yoqqan bo'lsa birdan like bosib, podpiska bosib peshtadan chiqaringlar.